Badiiy asar kompozitsiyasi asar qurilishidir. Badiiy asar kompozitsiya lotincha so'z bo'lib tuzilish, qurilish, tarkib degan ma'nolarni anglatadi. Badiiy asar kompozitsiyasi badiiy asar qismlari, detallari badiiy tasvir vositalarining ma'lum maqsad asosida muayyan tartibda joylashtirilishidir. Kompozitsiya badiiy asarning barcha unsurlari bilan uzviy aloqador. Kompozitsiya bob, sarlavha, asosiy va yondosh matnlar, ya'ni matn qurilishi, hikoyalash, tavsiflash va dialoglar, ya'ni badiiy nutq shakllari, muallif, personaj, o'zga shaxs, ya'ni rivoyat subyektlari, roviy yoki personaj nigohi orqali ko'rishlarning maqsadli almashinib turishi, ya'ni nuqtai nazarlar, bosh, ikkinchi darajali va yordamchi personajlar, ya'ni personajlar sistemasi, syujet qurilishi kabilardan tarkib topadi. Kompozitsiya tufayli badiiy asarda hayot muayyan badiiy shaklga solingan holda aks ettiriladi. Unda yangi reallik, badiiy voqelik yaratiladi. Lirik chekinish, syujet, portret, peyzaj, qistirma epizod badiiy voqelikni yaratishda ishtirok etadi. Syujet 5 asosiy tarkibiy qismdan iborat: ekspozitsiya, tugun, voqealar rivoji, kulminatsiya va yechim. Asar voqealari ro'y beradigan makon va zamon, asar qahramonlari haqidagi dastlabki ma'lumotlar ekspozitsiyadir. Muammo qo'yilgan joy, voqealarni harakatlantiruvchi voqea tugun hisoblanadi. Hodisalarning rivojlanib, o'zgarib borishi aks etgan asar qismlari voqealar rivojini tashkil etadi. Voqealar rivojining eng muhim qismi, konflikt eng taranglashgan joy, kulminatsiyadir. Asarda muammo uchun taqdim etilgan yechim aks etgan qism yechim hisoblanadi. Asar voqealaridan oldingi voqealarning qisqacha mazmuni prolog, voqealardan keyingi voqealarning qisqacha mazmuni epilog hisoblanadi. Portret fransuzcha so'zdan olingan bo'lib, tasvirlamoq degan ma'noni anglatadi. Portret badiiy asarda personajlarning so'z vositasida tasvirlangan tashqi ko'rinishi, ya'ni bo'y-basti, rangi, yuz-ko'zi, kiyimi, tana holati va harakatlari, qiliqlari tasviridir. Portret o'quvchi tasavvurida jonlanadigan to'laqonli inson obrazini yaratish va uning xarakterini ochish vositalaridan biridir. Portret, peyzaj, interyer, ya'ni yopiq makon kabilar badiiy asar kompozitsiyasi unsuridir. Badiiy asarlarda statik va dinamik ko'rinishdagi portretlar bo'ladi. Lirik chekinish ijodkorning syujet voqealarini to'xtatib, ular tufayli o'zida paydo bo'lgan ichki kechinmalarni bayon etishidir. Peyzaj badiiy asarda aks ettirilgan tabiat manzaralari, voqea hodisalar kechgan joylar ko'rinishi tasviridir. Peyzaj asardagi badiiy voqelikning muhim unsuri, voqealar kechadigan ochiq makon tasviridir. Peyzaj deganda odatda tabiat, daryo, ko'l, o'rmon, tog', osmon, dengiz va boshqalar manzarasi tasviri nazarda tutiladi. Bog', ko'cha, hovli singari inson qo'li bilan bunyod qilingan joylar tasviri ham peyzajdir.
Asarning syujet liniyasi bilan bevosita bog'liq bo'lmagan, ammo asar mazmunini kengaytirish va chuqurlashtirishga yoki g'oyaviy yo'nalishini ta'kidlashga yordam beradigan qo'shimcha voqealar qistirma epizodlar hisoblanadi. Badiiy asar tili va obrazlar tizimi ham shakl hisoblanadi. Badiiy asar mazmunini ochiqlovchi bu ikki asosiy shakl batafsil o'rganilishi lozim. Siz uchun Visha 1984 asari kompozitsiyasini tahlil qiling.